26'dan kami bor. 26dan 2 milyon 600 dan hurmatli obuna. 2 oy ham qo'chqarmi? 2 milyon 600 dan kami bor ekan hurmatli obunachilar. 2,5 milyon hurmatli obunachilar. Bo'ylarini o'lchab beramiz, xudo xolasa. Bo'ylari shu 60 atrofga chiqib qoladigan qo'ylarimiz. 63 ekan, 60 ga olaveradigan qo'ylar. 2,5 milliondan xudo xolasa mana. Yoshlari shu 3 oylik, 4 oylik xudo xolasa. Qo'chqardan, sog'lig'idan bor ekan akalarimizda. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. Mayli, qancha ekan buni puli? 10 milyon bor. 10 milyon berishyapti. 10 milyon. 10 milyon. 100 qolyaptimi hozir? 100 ga bermayaptimi? Yo'q. Unda oson bo'lib qoladi, tog'a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa mol bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa bu yerdan shu qo'ylarimizni bu videolarimizga chiroyli qilib joylab o'tishga harakat qilamiz akalar. Qo'ldan kelgancha hafta kuniga yakshanba 2025-yil 27-aprel xudo xolasa sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa bu videolarimiz ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Akalar, ukalar, obuna bo'lmay ko'rayotgan akalarimiz videolarimizga bittadan like bosib, xudo xolasa chiroyli qilib akalarimizga podelitsiya qilib turasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Xo'p, akalar, mana xudo xolasa videolarimizni boshlab oldik. Qanchadan bular narxi? 4 milyon 200 dan xudo xolasa. Yoshlari-chi, yoshlari? Bir 5-6 oylik bor-a, xudo xolasa. 5-6 oylik 4 milyon 200 dan xudo xolasa. Narxlarini eshitdinglar mana. Qo'ldan kelgancha narxlarni yetkazib o'tishga harakat qilyapmiz. Bo'ylari shu bir uzri 70 sm ga chiqadigan qo'ylarimiz, hurmatli obunachilar. 75 ekan. 75 sm chiqadigan qo'ylarimiz. Xo'p, bozor savdo qildimi? Qanchadan ko'pmidi bu yerda? Yana bitta borda 3 milyon 700 dan. Xuddi shundan 3 milyon 700 dan hurmatli obunachilar sotilibdi. Xo'p, savdolarni eshitdinglar. Nomerlarni ayting. Nomerlar bormi, telefon nomeri? Ayting. 95 kodi bilan. 114 11 65 nomerlarga akalar qiziqqanlar. Bunaqadan ko'pi? Ko'p bo'ladimi? Bunaqadan topib berasizlarmi telefon qilsa? Xo'p, mayli. Savdolar bersin. Xo'p, akalar, biz kattaroq tomonga o'tdik, xudo xolasa. Ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Hormanglar, charchamayapsizmi? Xo'p. Yosh qanaqa buni? Necha oylik? 2 yasharmi? 2 yasharlik qo'yimiz, hurmatli obunachilar. Quyosh tushib qolyapti, aybga buyurmaysizlar. Bo'ylari shu 70 atrofga chiqadigan qo'yimiz, xudo xolasa. 77 ekan, xudo xolasa. 2 yasharlik qo'yimiz. Pullari qanaqa buni? 5 milyon. 5 milyondan xudo xolasa kami bo'ladi, xudo xolasa mana. Akalar, 5 milyondan kami bor ekan. Xo'p, bozor savdo qildimi? Qancha? 4,5 milyon. Ozmos qopda, xudo xolasa. Dehqonchilikmi qanaqa? Nomerlarni aytasizmi qiziqqanlar? Telefon nomeri aytib berasizmi? Shartmasa, xo'p, mayli, savdoyingiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar. Zot olaman degan akalarimizga xudo xolasa, bo'ylari baland, 1 metrdan oshiq qo'ylarimiz. Xo'p. Aka, bu arashanmi yo? Arashanmasa? Xo'p, hurmatli obunachilar. Shved. Qirg'iziston shvedmi, qanaqa? O'zimiz O'zbekiston shvedlari, xudo xolasa mana. Ko'ryapsizlar, pullari qanaqa buni? Ha, oldingizmi? Qanchadan? 13 milyon 300. Qolganlarichi birodikimi? 5 milyon 600 xudo xolasa mana. Bunisi-chi? 7 milyon. Hurmatli obunachilar, sotilibdi bular, hammasi sotilganlar. Olinganlaridan ekan. Bo'ylari 1 metrdan oshib qoladi. Kilosi 100 kilodan nari bersizlar, pilusiga olaverasizlar, xudo xolasa. Ma'lumot o'rnida ko'rib o'tasizlar.
Sizlarmi aka bular? Nechtasi? Ponni. Voh, mana qo'chqarlarimiz, xudo olasa. Bulardan ham zot olsa bo'laveradigan qo'chqarlar. O'zbekiston, Qirg'iziston? O'zbekistonda qo'chqarlari, akalar. Xo'p, yoshlari qanaqa bu? Mana shu qoralardi. 2 yashardanmi? 2 yashardan xudo olasa. Ko'ralasa 2 yasharlik qo'ylar. Bo'ylari 80 atrofida chiqib qoladigan qo'ylarimiz. Pullarini ayting. Bunlarni 6 dan deyapsizmi? 6 milliondan xudo olasa akalar. 6 milliondan kami bor. 6 milliondan kami bor ekan xudo olasa mana akalar. Bozor savdo berdimi? Hali pul bermadi. Hali pul bermadi. Endi Qiziqqan o'tiribsiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi? Ha, yo, nomer qo'yib. Shartmasi? To'rtta, yo, sotilib ketib qolsa. Molarchi? Bularchi? Bular 3 milliondan bu. 3 ha, sotildimi bular? 3 milliondan, hurmatli obunachilar. Sotilibdi bular. 3 million. Xo'p. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Qo'chqarlar qanchadan ekan aka? 6,5, xudo olasa. Yoshlarichi yoshi? 6,5 million. 2 yasharlik. Bo'ylari shu 1 metrdan oshib qoladi. Ha? Xudo olasa. Juni boridan ekan, hurmatli obunachilar. 80 ga olarasizlarga. Juni ko'proq ekan. Xo'p. Pulini qancha dedingiz? 6,5 milliondan, xudo olasa. Savdo qildimi? 84 2 olgan. Ha, yo'q, juni bordi. Sal plus minusiga olamizda. Xo'p, mayli aka, savdolar bersin. Alisheruzmi? Yo'q, Dilmurodov. Charchamayapsizmi? Qo'chqar qancha ekan bu? Qancha deyapsiz? 5 million xudo olasa mana akalar. Yosh qanaqa buni? To'lmagani? Yoshiga to'lmagan 5 million xudo olasa akalar buni. Dehqonchilikmi qanaqa? Qiziqqanlar nomer qo'yib berasizmi? Ayting. 90 kodi bilan. 90 760 80 01. 760 80 01 nomerlarga akalar. Mana dehqondan so'raganlarga xudo olasa. Bo'ylari 80 atrofida chiqib qoladi qo'yimiz. Xo'p, orqa tomonlari o'ta ham go'zal ekan, o'ta ham chiroyli ekan. Mayli aka, savdoyingiz bo'lsin. Xo'p. Kattaroq, o arashan qo'ylar. Aka, bu arashanmi bu? Charchamayapsizmi? Monikimi? Ha, bo'ldi. Mashina olaraylik, biz o odamlar qancha ekan buni puli? 10 million bor. 10 million berishyapti. 10 million. 10 million. Ha. 100 qolyaptimi hozir? 100 ga bermayaptimi? Yo'q. Unda oson bo'lib qoladi tog'a. 93 ekan bo'yi. Bo'yiga xolos. 93 ekan. 93. Yosh qanaqa buni? Xo'p, hozir 4 yashari, xo'p, 4 yasharlik. 10 million narx berilyapti, hurmatli obunachilar. Nima deyapti bu qo'yimiz? Bo'ylari 95 atrofiga olarasizlar. Uzunligini qaranglar. Arashana yo oddiy sori, o'q, akalar, arashan emas ekan. Bo'yinlarini qaranglar, o'ta ham uzun bo'lib turibdi. Savdosi bo'lyapti, xudo olasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'chqarmaga bular. Qo'chqaridan ekan, bo'ylari shu 70 ga dor chiqadigan qo'ylarimiz, akalar. Xudo olasa, ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Aka, qanchadan bular? 3,5 dan xudo olasa savdosi bo'pti. Bunisiga 4 berilyaptimi yo deyapsizmi? Deyapman. Xo'p, 4 million deyapsiz. Bunisigachi? 4 milliondan xudo olasa, ikkalasi 4 milliondan kami bor ekan. Xo'p, bunisiga savdosi bo'lyapti ekan. Bu ikkoviga 4 milliondan kami bor ekan xudo olasa. Qayerdan keldingiz aka? Chalaquduq. Xo'p. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi? 77 kodi bilan. 155 02 96 nomerlarga akalar. Holatlarni ko'rdinglar, mana ma'lumotlarni eshitdinglar, xudo olasa, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilyapmiz. Mayli aka, savdoyingiz bo'lsin. Xo'p, biz davom etamiz, xudo olasa. Hoji aka, qancha ekan bu qo'yimiz? Arashanmasa o'zimizning sori qo'ylar 5 million kami bor, xudo olasa. Bo'ylarini 80 ga olaverasizlar. Xo'p, 5 million kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi? Savdo qilish.
41. 4 million 100 savdosini beryapti ekan, hurmatli obunachilar. Oz qolibdi, xudo xolasa. Savdoingiz bersin. Voy, o'tib olaylik. Xo'p. Biz dehqonlardan olishga harakat qilamiz. Bitta o'zimi aka bu. Nech pul deyapsiz? Qanchaga? Ikkovi bitta o'zini 2 million 400 ga, hurmatli obunachilar. 2 million 400 ga savdosi bo'lgan. Qo'chqar sog'liq? Qo'chqar ekan, hurmatli obunachilar. Rahmat aka. Xo'p. Biz davom etamiz, hurmatli obunachilar. Qo'chqarlardan, dehqonlardan chiqarishga harakat qilamiz. Qancha ekan aka bularingiz? Charchamayapsizmi? Jupamaydi. Jupiga ayting. 6,5 deb. 6,5 million, hurmatli obunachilar. Qo'chqar 6,5 million. Jupiga. Jup holatiga 6,5 million ekan. Dehqonchilikmi aka, qanaqa bu? Bozorchilik aka. Bozorchilik akalar. Xo'p, yeb ichlari yaxshisidan ekan, xudo xolasa. Bo'ylari 75-80 ga tortadigan qo'ylarimiz, xudo xolasa akalar. Ma'lumot o'rnida qo'yib qo'yamiz. Yo, telefon nomerlarini qo'yib qo'yaylikmi? Ayting. 99 kodi bilan 492 1377 nomerlarga akalar. Akamizning ismi Otabek ekan. Xo'p, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Qo'yda holatini ko'rdinglar, narxlarini eshitdinglar. Bo'ylari shu 75-80 ga shu borib bormaydigan qo'ylarimiz, xudo xolasa akalar. Mayli aka, savdoingiz bersin. Xo'p. Ava. Xo'p, savdosi bo'lyapti ekan. Yoshroqdan. Aka, yosh qo'ylarimiz qanchadan bo'lyapti? 26 dan kami bor. 26 dan, 2 million 600 dan, hurmatli obunachilar. Ikkovi ham qo'chqarmi? 2 million 600 dan kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Qo'y so'ragan akalarimizga. Xo'p. Qancha beryapsiz aka? Xo'p, akalar, savdosi bo'lyapti, xudo xolasa. Qancha ekan aka bu qo'ylaringiz? 7 million kam bor. 7 million. Qo'chqari? Qo'chqar olib ketay. 7 million, hurmatli obunachilar. 7 million kami bor ekan, xudo xolasa. Bo'ylari 70 atrofida chiqib qoladi, xudo xolasa. Egasini olib qo'ying. Egasini olib qo'ying. Olaraylik, mana akalarimiz o'zimizni obunachilarimiz, xudo xolasa. Pulini qancha dedingiz? 3,5 dan, xudo xolasa. Savdosini qilyapsizlar? Nomerlar qo'yib bering. Yana bor. Ayting Adirda, nomerni. Yuzlikda adirda. Nomerlarni ayting. 50lik. 50 kodi bilan. 003 003 3922. 3922. Aka, yeb ishlar yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar. Enasidan ajragan akalarimiz Adirda baqishar ekan. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Ikkalasidan aralashib bor ekan akalarimiz. Mayli aka, savdoingiz bersin. Dilmurod Uz. Dilmurod. 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 Ha. Bugun xudo xolasa chiqaramiz. Dilmurod Uz. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Biz o'tib olaylik. Qo'shsin deyapti. 36 beradi, bering. Hormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi akalar? Qo'chqarmi, sog'likmi bular? Qo'chqar ekan, hurmatli obunachilar. Qo'chqaridan ekan. Mana shu uzoqroqdan olib qo'yay. Qo'chqar. Bo'ylari shu 60 ta, tepasi 70 ga chiqadigan qo'ylarimiz, xudo xolasa. Pullari qanaqa buni? 3,5 milliondan. Yoshchi. Bahorgi qo'zlar, hurmatli obunachilar. Ha, bo'ldi aka. Xo'p, chiqaramiz. Aka, dehqonchilikmi yo tirikchilikmi? Dehqonchilikga nomerlar qo'yib berasizmi qiziqqanlarga? Nomerlar qo'yib berasizmi? 94 kodi bilan. 559 1777 nom. Ha, uyda akalarimizda bor ekan. Hozir soliq so'raganlargacha qanaqa bormi solig'ida? Faqat qo'chqari, hurmatli obunachilar, qo'chqar ekan akalarimizda. Hammasida mana qo'chqar. 50 ta bor ekan, hurmatli obunachilar. Nomerlarni qo'yib qo'ydik. Xo'p, dumbalarni ko'ringlar. Bo'ylarini o'lchab beramiz, bo'ylarini. Hurmatli obunachilar. Bo'ylari shu 70 atrofida chiqib qoladigan qo'ylarimiz. 68, 70 ga olaveradigan qo'ylarimiz, xudo xolasa mana.
akalar. Qiziqqanlar, telefon qilamiz. Qayerdan keldinglar? Xo'joboddan, xo'p, hurmatli obunachilar. Xo'joboddan kelibdi akalarimiz. Bemalol telefon qilsanglar, mudolasa savdolashsanglar, biz xursand bo'lamiz. Mayli aka, savdolar biz. Xo'p, hurmatli obunachilar. Dehqonlardan so'raymiz, dehqonlar. Hormang aka, charchamayapsizmi? Qo'chqar sog'liq. Qo'chqaridan ekan. Necha oylik bo'lib qolgan aka bular? 3 oylik qo'zilarimiz, xudo xolasa mana akalar. Pullari qanaqadan? 3 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylari shu 60 atrofga chiqib qoladigan qo'zi qo'ylarimiz. Xo'p. Savdosi bo'ldimi uncha-muncha? Savdosi bo'ldimi? Qanchadan berishyapti? 2 milliondan oshiqroq narx berilyapti, hurmatli obunachilar. Dehqonchilikmi yo tirikchilikmi? Dehqon bo'lsangiz aka, nomerlarni qo'yib beramizmi? Shartmasa, xo'p, mayli aka, savdoyingiz bersin. Hurmatli obunachilar, Qo'chqar sog'liq, hammasi sog'lig'i 3 milliondan unda olasiz. Hurmatli obunachilar, bular 3 milliondan, bular 27. 2 million 700 dan unda olasiz, kami bo'ladi. Qayerga da 3 million? Masha to'ralasi 3 million, bunisi qolgani 2 million 700 dan unda olasiz akalar. Quyosh tushib qolyapti, ayibga buyurmaysizlar. Shu bo'ylari 70 atrofga chiqib qoladigan qo'ylarimiz. Qayerda qo'ylari bu? Ha, xo'p, akalarimiz mesni ekan, xudo xolasa. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib beramizmi? 94 kodi bilan. 792 2104 nomerlarga akalar, qiziqqanlar, xudo xolasa. Oyini qancha dedingiz? Necha oylik chiqib qoladi? 3-4 oylik bor-a? Ha, o'tgan yilgi qo'ylar. Xo'p, akalar. Ha, bular o'tgan yilgi, ular bir yilga ular-a? Bir yilgi bahorgilarmi? Yo'q, bu ham o'sha u ham o'tgan yilgi bo'ladi-da, o'sha, o'tgan yilgi. O'tgan yilgi kechroq ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, biz davom etamiz. Sotildimi aka bu? Ha, oldik. Qanchaga oldingiz? 2 million 600 ikkovi. 2 million 600, hurmatli obunachilar. Opta akamiz mana. Xo'p. Sog'lig'i? Sog'lig'idan ekan. Yur jonivor. Bu enasini saqlanib qolibdi shekilli. Xo'p, biz davom etamiz, hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib beramiz. Yoshroqlardan qo'yamiz, yoshroqlardan. Qancha ekan tova qo'ylarimiz? Qancha deyapsiz aka? 4 million. Qay, mo ikkovigami? Ha. Mo 3 ta turganiga 4 million, hurmatli obunachilar. Ha, bu boshqa ekan. Xo'p, Qo'chqarmi sog'lom aka bu? Qo'chqar, xo'p. Hurmatli obunachilar, 4 million kami bor ekan. Ma'lumot o'rnida ko'rib o'tasizlar. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Sotdingizmi, oldingizmi? Sotyapsiz 1,5 million. 1,5 million beryapti, hurmatli obunachilar. Xo'p. Biz davom etamiz. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Qo'chqar sog'liq? Ikkitasi Qo'chqar, ikkitasi sog'liq ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 60 sm chiqadigan qo'ylarimiz. Yoshlari 3 oylik, 4 oylik bor, 3 oylik, 4 oylik qo'zi, Qo'chqar, sog'liq hammasidan bor ekan, hurmatli obunachilar. Pulini ayting, qanchadan bu? Qo'chqarlar 28 dan. 22 dan. Hurmatli obunachilar, sog'liqlar 2 million 200, Qo'chqarlar 2 million 800 dan ekan, xudo xolasa. Aka, dehqonchilikmi qanaqa bu? Dehqonchilikmi qanaqa? Xo'p, qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi aka? 94 kodi bilan. 831 0402 nomerlarga akalar. Qayerdan keldingiz? Xo'joboddan. Xo'p, mana nomerlarni qo'ydik. Bo'ylari 60 sm atrofida chiqadigan qo'ylarimiz. Yoshlari shu 3 oylik, 4 oylik, xudo xolasa. Qo'chqardan, sog'lig'idan bor ekan akalarimizda. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Qancha ekan bu qo'y? 2 million 600. 2 million 600. Sog'lig'imi Qo'chqarmi? Qo'chqar. Qo'chqar 2 million 600. Hurmatli obunachilar. Mayli aka, rahmat. Xo'p, hurmatli obunachilar, Qo'chqar mana jullari olib o'ta ham go'zal qilib qo'yishdi akalarimiz. Qo'chqar bo'ylari shu 60 atrofida chiqib qoladi, xudo xolasa. Yosh qanaqa buni? Necha oylik bo'ladi bular? 4 oylik. 4 oylik qo'zi Qo'chqarlarimiz, hurmatli obunachilar. Pullari qanaqa buni? 3 dan kami bor. 3 milliondan.
3 milliondan kami bor ekan. Akalar, ukalar mana. Qo'chqorlarimiz holatlari 3 milliondan kami bor. Savdo qilishdimi? 26 yarimdan xudoolasi savdosi bo'lyapti. Dehqonmisiz yo tirikchilikmi? Aka nomerlar qo'yib berasizmi? Qiziqqanlarga. 97 kodi bilan. 273 82 92 nomerlarga akalarimizga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bunaqa qo'ylardan ko'pmi bunaqadan? Tagi mo'lmi? Hozircha mashimi? Bo'ladi, lekin xudo xolasa akalarimizda postoyanno shunaqa qo'ylar bo'lar. Telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Aka, mayli, rahmat. Xo'p. Xo'p. Aka, Qo'chqor sog'liq bular. Qo'chqordaniga, hurmatli obunachilar. Bo'ylari shu 70 ga davr chiqadigan qo'ylarimiz. 2 million 600 dan xudo xolasa kami bor ekan. Kami bo'ladi aka 2 million 600 dan. Yo'q, 2 million 600 deyapsiz, hozir xudo xolasa kami bo'ladi. Yoshlari qanaqa? 3-4 oylik bormi? 3-4 oylik xudo xolasa mana akalar. Kami bor. Ma'lumot o'rnida ko'rib o'tasizlar. Aka, qo'ylar sizdanmi? Qanchadan ekan aka bularsiz? Hammasi Qo'chqori? Qo'chqori. Qirg'iziston shvedmi? Qanaqa? Qirg'izniki, Qirg'iz. O, pechatlari bor, hurmatli obunachilar. Arashanmasa, lekin unaqa emasa, sug'oriq qo'ylarimiz. Qanchadan dedingiz kamini? 4,5. 4,5 milliondan xudo xolasa. Yoshlari qanaqa? Tish bo'lmagan. Ha, ikkita tish chiqib chiqmagan qo'ylarimiz. Ichkariga kiramiz xudo xolasa akalar. Akalarimiz mana qafasni ichidan anchadan beri qo'ylarni olmay qo'ydik. Faqat o'sha novvoslarga o'tib ketib qoldi akalar. Sizlar uchun xudo xolasa ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Bo'ylari shu 70 atrofga yo 80 atrofga chiqadigan qo'ylarimiz bu. 80 ga olasizlar, hurmatli obunachilar. 80 sm qo'ylarimiz mana qafasni ichida. Aka, dastavkalar bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, akalar, dastavkalari bo'lib qoladi. Qayerdan keldinglar? Mesniymi, mana yerdikimi? Mesniy mashit. Akalarimiz mana. Xo'p, qo'ylar mesniy ekan, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni olib berishga harakat qilamiz. Nomerlarni ayting aka. Nomerda ayting. Telefon nomeri. Aytaring. 33 kodi bilan 603 07 73 77. Xudo xolasa mana akalarimizda mana qo'ylari ko'p, soni ko'p ekan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Mana bo'ylari necha chiqdi? Bo'ylari 83 sm chiqdi balandligi, hurmatli obunachilar mana. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Bu отдельный yo'q qopti. Mayli aka, rahmat. O, qo'ylarni qaranglar, qo'ylarni. Qo'chqorlarimiz o'ta go'zal bo'lib qopti bu. Bor. Hech bundan bilan. 26 dan kami bor. 26 million dollar mana akalar. Kami bor ekan. Qaranglar buni. Hammasi boshqarib chiqadi. Mashinkada olibdi. Junini o'ta chiroyli qilib qo'yishdi, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 60 sm chiqib qoladi, xudo xolasa. Xo'p, bir joyga olaman deganlarga qanchadan qilib berasiz buni? 25,5 dan, hurmatli obunachilar. Bir joyga olaman deganlarga telefon nomerlarini qo'yib beramizmi? Yo'q aka, nomerni hozir almashtiraman. Ha, hozir. Ha, xo'p, mayli aka, savdoyingiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Kimdan, sizdanmi, tog'a? Keling, polvon siz. Qo'chqorlar qanchadan bular? 2,5 milliondan. Qanaqa sort bu, tog'a? O'zimizni qo'ylardan. 2 million qancha? 2,5 million. 2,5 million, hurmatli obunachilar. Bo'ylarini o'lchab beramiz, xudo xolasa. Bo'ylari shu 60 atrofga chiqib qoladigan qo'ylarimiz. 63 ekan, 60 ga olaveradigan qo'ylar. 2,5 milliondan xudo xolasa mana. Sodasi qanchadan bo'lyapti buni? Sotdingizmi? Sotdik, katta terib 27, 26. Ha, terib olishdi odamlar 26-27 dan xudo xolasa mana. Optim olaman deganlarga qanchadan qilib berasiz? 2,5 dan berib yuboraveramiz. Optim olaman deganlarga 2,5 milliondan. Hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarini aytib berasizmi? 97 kodi bilan. 982 17 12 nomerlarga akalar. Qayerdan keldingiz?
Mana shu yerda savoylar. O'zimizni akalar mesniy qo'ylarimizga mana qiziqqanlarga mana 7 raqamda xudo xolasa mana qo'yilgan.